74-yil 01 chiqib qoldi. Narxi 2400 ekan. Mashina holatlari yaxshi holatda. Sizlar balonlari ham sepilgan ekan. Mashina retro qilingan variantlari. Kraskalar bormi? Kraskalar toza. Ko'rinishda mashina ichki holatlar zo'r holatda. Tomlari oqqa bo'yalgan ekan. Bu plyonkami? Plyonka qilingan ekan, bo'yalmagan ekan. Mashina benzindanmi, metandanmi? Temir metan ruxsatlargacha. Hamma dokument bo'ladi. 2600 ekan. Yana aytib o'tib ketaman. Orqa sonlarning ko'rinishida. Telefon raqamlaring? 90-570. Shu raqamlarga bemalol chiqarasizlar. Mashina holatlari zo'r holatda. Farg'ona mashina bozorida turibdi.